Assalamu alaikum qarindoshlar. Ben lager şahidi Zümrət Davud. Ben bugün iki kampi şahidi bilan birlikte Amerika paytaxtı Washington'daki Aqsarayning oldida açlıq e'lon qilish faoliyatini elib bordik. İnşallah bugundan başladık. Oxirisini bilmaymiz. Xudoyim buyursa amanlık, esenlikni bersin inşallah. Biz bu işni bugundan başladık. İnşallah Xitoyning mushu Uyg'urlarga bo'lgan irqiy qirg'inchilikning mushu yaqinda chiqargan reportiga qarata mushu javobiy kamigichilik, hattoki mushu G'uljida qirilayotgan xalqimizningki ahuzlarni dunyoga anglatish bilan birlikda biz bu yerda yig'ilib o'tiribmiz. İnşallah hammamizning tilegen tileklerimizge yetimiz inşallah, oylagan oylarımızga, nişanımızga yetimiz. Rahmet sizlerge. Acaba kalamay kalmıştı. Assalamu alaikum. Men Gulzira Avvalqanqızda Qazaq. Men buna qo'lda surat tutib turgandim. Quljaning javoz sayosati qirg'inchiligini boshlagandan yangi yipin degan Xitoy. Hozir Ile oblasi Qulja audanida javobda butkul odamlarni qamab, vaqtida tamog'ini aparib bermay, tuğgan söylötürmey жатыр. Negizi Qulja audanda asabiy ideya birinchi nomerli deb qaratishga kirgizib. Sol үшін men Aquyning oldida xalqarалық адам huquq qo'rg'ov organlaridan o'zi Xitoyni sotqa beruvini talab qilaman. Және Xitoydagi qirg'inchiligini to'xtatuvini talab qilaman. Өйткені meni turmaga qamagan 30 Xitoy. 1,5 yılga qamadi, so'ngida 200 ming yuan ақша berem deb o'zi qo'rg'ash chegarasına kelib cho'lga sal qo'ygan. Hozir telefon nomerlarini deyim bar. Buna Quljaudan Yangi Shipingning telefon nomeri idarasiniki +86 99 94 40 22 512. O'zi Xitoyda sotqa beruvini talab qilaman, және Quljaudanda qirg'inchiligini to'xtatuvini talab qilaman. Bu qo'ldan jasagan javob sayosat. Birleşken Devletler Teşkilatı report çıkardı, lekin onunla karşı iş qandaq bir Xitoyga karşı iş qandaq bir ameliy iş qilmadi. Shuning uchun biz mushu bir nechimiz mishak yig'ilib o'tiribdik. Mushu reportning baldiroq chiqib berishini umid qilamiz. Bu chiqamagach biz mishak yotimiz. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlar, butun dunyodagi hozir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika hukumati, kishilik huquq butun hammasiga deydiganim hozir bizning vatanimizda irqiy qirg'inchilik bo'layotganini azdab, hozir ocharchilikni bahona qilib G'uljida yanına hozir qirg'inchilik olib berib qarindoshlarimizni qiryapti. Shuningga biz lager shohidlari chidab bo'lolmadik. Biz chunki lagerning ichida ocharchilikni o'z ko'zimizdan, beshimizdan o'tkazdik. Ashada bizni osh qolgan, Xitoy hukumati bizni osh qo'ygan, ashada ochlikdan o'lib ketganlarni ko'rdik biz. Şuңашqa biz o ocharchilikning qanday bo'lganini ta'min etganlar, chunki biz vijdonimiz chidamadi, uyda o'tirib bo'lolmadik. Uyadek açtın ölüvatkan qarindoshlarimiz qarab yurkimiz kuyib ketdi. Şuna lager şahitleri biz uyda o'tirishga vijdonimiz faqat chidamadi. Hozir o'zimiz ochlik e'lon qilib, biz qancha kun bo'lsa shuncha kun bizmi qarindoshlarimiz o'xshash bu yerda ochlik bo'lib baqayli, o'zimizning ochlik bilan vijdonimizga javob beraylik deb. Buning önümünün qanchalik bo'lganini bilmaymiz. Dunyodan mushunda ochlik bilan yana bütün dünya çaqırıq qılımız, bizning qarindoshlarimiz mushunda osh qilyapti, mana o'lyapti. Ya biz o'lamiz, ya buningda saqalamiz, bilmaymiz uni. Mana lager shohidlari hammamiz kuchimizning boricha mush Alpidar boshlamchiligida biz bu yerga ochlik e'lon qilish namoyishini boshladik bugundan. Ularning oldidagi osh qilishdan bizningki unchilikmi cho'ng ish emas. Biz vatandagilarning osh qolganligini ahvol ostida. Bizning hech qancha ish gap emas. Biz bu joylik bilan o'ltiramiz. Qachon shu ya jondan ketamiz, ya o'ylagan maqsadimizga yetamiz. Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimi? Bugun rasmiy va pichoq so'ngak yetdi. Dadamning kam turatiniga 2 yil bo'ldi. Men mushu boshqa yerlarda namoyish qilib baqdim, boshqa amallar qolmadi. Hozir uni azdab yolg'iz opam G'uljida tursa, hozir G'uljidanim taqoqlab, ochlik e'lon qilib, hamma yerda ocharchilikda odamlar o'lib ketib bordi, qarindoshimiz o'lib ketib bordi. Ben bundan yaşab bulanmadım ben. Şu Amerika turadigan balam menmi. Endi manga o'xshashmishda adansi, qarindoshlar kirib ketgan kamtaga yoki kirib ketmagan bo'lsa, qarindoshlar endi chiqayli, qo'limizdan kelgancha bir ishlarni qilayli. Mana bugun mana mush adam adashlar bilan
mush starvation programmasini qilishni niyat qildim. İnşallah mush 3 kundan boshlab 3 kun bo'lamdi, 5 kun bo'lamdi, mush qachon mushlar javob berguncha turmoqchi inshaalloh. Rahmat sizlarga amalga chiqib berishinglarni umid qilaman. Biz 5-6'mız başladık. İnşallah sizlarni Amerika Aksaray'ın altında saklaymiz. Yani biz bilen tang muşu namayışqa qo'shildiganlar bo'lsa, biz sizlarni Aksaray'da saklaymiz. Rahmat qarindoshlarım. China stop the genocide! China stop the genocide! China free Uyghur! China free Uyghurs! China stop the genocide! China stop the genocide! China free Uyghur! China free Uyghurs! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need freedom! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide!